Ana Xudo saqlasin, fura yıkılıp döndürülüp yatibdi, döndürülüp fura. Yo'l yomon, 11-mart sanasiga göre. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 11-mart, soat 14:16. Qozog'istondamiz, Aktobeda. Rossiyaga ketib boramiz, xudo xolasa. 7 dona xorazm o'g'loni. Yo'llar shu daraja rasvo, dim yomon, bo'ron bo'lib turibdi. Ko'rib turibsizlar. Yo'lni ko'rib bo'lmaydi. Kimda kim Rossiyaga chiqadigan bo'lsa, mashinada chiqmang iloji boricha. Qozog'istonda yaxshi taraflar bor. Lekin bir Aktobe tarafı dim yomon ekan, ko'rib turibsizlar shu daraja. Shamol ham dim kuchli, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz, ehtiyot bo'lib haydaymiz. Yo'ldagi insonlar bo'lsa, kimda kim mashina gidecek bo'lsa, tashab qo'yinglar, mashinada chiqmasinlar, havo yaxshilashsin, keyin chiqsangizlar bo'ladi. Birdan like bosamizdan videoni tarqatib qo'yamiz, yo'ldagilar uchun yaxshi bo'ladi.